Men O'zbekiston Respublikasi Xorazm viloyati Urganch tumani 36-sonli maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Sharipova Zumrat Ro'zmatovna bo'laman. O'zbekistonlik, ya'ni xorazmlik bir nechta pedagoglar bilan birgalikda Ozarbayjonning Boku shahriga malaka oshirish kurslarini o'tash uchun tashrif buyurdik. Bu yerda biz lider o'qituvchi kim, samarali sinfxonalarda ta'lim jarayonini tashkil qilish, tadqiqotchilik metodlari, dasturlari asosida xorij mamlakati pedagoglari bilan tajriba almashdik. Albatta bu yerda biz pedagoglarga ko'rsatilgan hurmatni, yaratilgan sharoitlarni ko'rib juda xursand bo'ldik. Ayniqsa Bokudagi maktablarga tashrif buyurganimizda u yerdagi pedagoglar bilan tajriba almashganimiz bizni juda xursand qildi. Albatta biz pedagoglarga yaratilgan bunday sharoitlar uchun yurtboshimizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz.